Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Marhamat, ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Geografiya darsini boshlaymiz. Avvalgi darsimizda siz joy balandligi mavzusini o'rgangan edingiz. Bu mavzuda siz nisbiy va mutlaq balandliklarni, nisbiy balandlik nivellir asbobi yordamida o'lchanishini bilib oldingiz. Qani bolajonlar, bu mavzuni qanday o'zlashtirganingizni geografik diktant orqali aniqlab olsak. Men sizga jumlalar o'qiyman. Bu jumlalarda ayrim so'zlar tushirib qoldirilgan. Siz shu tushirib qoldirilgan so'zlarni topishingiz kerak. Yer yuzasining relyefi qanday? Shuning uchun ham balandliklarni ikkiga, qanday balandliklarga bo'lib o'rganamiz. Demak, siz 3 ta tushirib qoldirilgan so'zni topishingiz kerak. Endi javobingizni tekshirib ko'ring. Albatta, yer yuzasining relyefi xilma-xil yoki turlicha. Shuning uchun ham balandliklar mutlaq va nisbiy balandliklarga bo'linadi. Keyingi jumlaga diqqat qiling. Yer yuzidagi biror nuqtaning boshqa nuqtadan tik balandligi nima deb ataladi? Hamda biror nuqtaning dengiz sathidan balandligi qanday nomlanadi? Javobingizni tekshirib ko'ring. Demak, yer yuzasidagi biror nuqtaning ikkinchi nuqtadan tik balandligi nisbiy balandlik deb nomlanishi, hamda dengiz sathidan balandligi esa mutlaq balandlik deb nomlanishini to'g'ri topdingiz deb o'ylayman. Keyingi jumlani o'qiyman. Mamlakatimizdagi hamma joyning mutlaq balandligi qaysi dengizdagi orolda joylashgan shahrida o'rnatilgan belgidan hisoblanadi? Yer yuzasidagi balandliklar qaysi asbob yordamida o'lchanadi? Demak, tushirib qoldirilgan 3 ta so'zni yozdingiz. Endi tekshirib ko'ring. Albatta, mutlaq balandlik Boltiq dengizidagi orolda joylashgan Kronstadt shahridagi belgidan boshlab o'lchanishini avvalgi darsda o'rgangan edingiz. Va yer yuzasidagi balandliklar nivellir asbobi yordamida o'lchanadi. O'ylaymanki, geografik diktantdagi barcha tushirib qoldirilgan so'zlarni to'g'ri topdingiz. Endi daftaringizga yangi mavzu nomini yozib qo'ying. Bugungi mavzu masshtab. Bugungi mavzu mobaynida siz masshtab, uning turlari haqida, inson hayotida masshtabning o'rni haqidagi bilimlarga ega bo'lasiz, hamda masshtab yordamida amaliy topshiriqlarni birgalikda bajaramiz. Xo'sh, bizga masshtab nima uchun kerak? Juda qadimdan odamlar yer sharini tabiatini qog'ozlarda tasvirlashga harakat qilishgan. Lekin ular o'zlari ko'rgan daryo, tog'lar, daraxtlar, o'rmonlarni kichraytirib tasvirlashgan va bu kichraytirishda xohlagancha yondashishgan. Agar siz tabiatning bir bo'lagini qog'ozda tasvirlamoqchi bo'lsangiz, unda buning kattaligini qanday qilib kichraytirasiz? Albatta, bunda sizga masshtab yordam beradi. Aytaylik, bekatdan uyingizgacha bo'lgan masofa 600 metr. Siz bu masofani do'stingizga qog'ozda tasvirlab chizib bermoqchi bo'ldingiz. Bu masofa bilasizki, qog'ozga sig'maydi. Buning uchun masofani kichraytirishingiz kerak. Xo'sh, uni qanday kichraytirasiz? Bunda sizga masshtab yordam beradi. Masshtab yordamida tasvirlarni kichraytirilganda daryolarning kengligi, ikki predmet orasidagi masofalar aniq holda kichraytiriladi. Xo'sh, masshtab o'zi nima? Masshtab so'zi nemis tilidan olingan bo'lib, mas o'lchov, shtab
tayoq degan ma'nolarni anglatadi. Masshtab joydagi masofaning chizmada, planda, xaritada tasvirlaganda necha marta kichraytirilganligini ko'rsatuvchi kasr sondir. Masalan, 1 bo'lingan 100 ming. Lekin masshtab quyidagi tartibda yoziladi. Demak, kasr son suratidagi bir raqami 1 santimetr joyda xaritada yer yuzasidagi qancha joy tasvirlanganligini bildiradi. Masshtab 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Sonli masshtab, nomli masshtab va chiziqli masshtab. Agar masshtab 1 bo'lingan 25 ming, 1 bo'lingan 100 ming kabi ko'rinishda bo'lsa, bu sonli masshtab deyiladi. Bunda har ikkala son santimetrda berilganligini bilamiz. Agar 1 santimetrda 250 metr, 1 santimetrda 500 metr, 1 santimetrda 1000 kilometr kabi ko'rinishda bo'lsa, bu nomli masshtab deyiladi. Chiziqli masshtab esa teng bo'laklarga bo'lingan to'g'ri chiziq shaklida beriladi. Siz foydalangan globus, geografik xaritalarda yer yuzasidagi turli xil kattalikdagi joylar tasvirlanadi. Geografik xaritalarda tasvirlanayotgan hududlar qancha kattalashgan sari masshtab maydalashib boradi. Demak, siz ko'rib turgan dunyoning siyosiy xaritasi masshtabi 1 bo'lingan 80 million. Yevrosiyo materiya xaritasining masshtabi 1 bo'lingan 50 million. Bitta davlat O'zbekistonning xaritasi masshtabi 1 bo'lingan 4 million. Bitta tabiiy o'lka xaritasining masshtabi 1 bo'lingan 2 million 700 ming. Demak, raqamlardan ko'rib turibsizki, xaritalarda qanchalik kattaroq joy tasvirlansa, shuncha masshtabning maydaligini bildiradi. Demak, xaritalar masshtabiga ko'ra yirik masshtabli, o'rta masshtabli hamda mayda masshtabli xaritalarga bo'linadi. Globuslar ham xuddi shunday masshtabiga ko'ra mayda, o'rta, yirik masshtabli globuslarga bo'linadi. Siz avvalgi darsda o'rgangan relyefli globusning masshtabi 1 bo'lingan 7 million. Siz darsingizda foydalanadigan o'quv globusining masshtabi esa 1 bo'lingan 50 million. Ya'ni bu globusda 1 santimetr joyda yer yuzasida 50 million santimetr hudud tasvirlanganligini bilishimiz mumkin. O'quv atlasingizdagi yarim sharlar tabiiy xaritasining masshtabini ko'rsangiz, 1 bo'lingan 90 million deb yozilgan. Demak, bu raqam yuqorida o'rganganimizdek sonli masshtab. Agar sonli masshtabni nomli masshtabga aylantirmoqchi bo'lsak, 5 ta nolni o'chiramiz. Bunda 1 santimetrda 900 kilometr masofa bor degani. Demak, 1 santimetrda 900 kilometr bu nomli masshtab. Joy planida ham xuddi shunday masshtablar beriladi. Masalan, ikki nuqta orasidagi A va B nuqtalar orasidagi masofa 7,5 santimetr bo'lsa, yer yuzasidagi haqiqiy masofa esa 750 metr bo'lsa, bunda planda 1 santimetr joyda 100 metr masofa tasvirlanganligini bilish mumkin. Demak, joy planining masshtabi 1 bo'lingan 10 ming, ya'ni 10 ming marta kichraytirib tasvirlangan. Agar siz biror uyni qog'ozda aks ettirmoqchi bo'lsangiz, uning o'lchamlarini qanday kichraytirishni ko'rib chiqamiz. Demak, uyning tomsiz balandligi 2,5 metr. Uyning tom bilan balandligi 6,2 metr va uyning eni 6 metr bo'lsa, biz uni 1 santimetrda 1 metr joy beriladi va biz
100 marta kichiraytiramiz. Demak, uyning tomsiz balandligi 250 santimetr, tom bilan balandligi 620 santimetr va uyning eni 600 santimetr qilib chizmada aks ettirishimiz mumkin. Masshtabning inson hayotida juda ahamiyati katta. Agar biror bir bino, inshootlarni barpo etishdan avval ularning kichraytirilgan ko'rinishi modellashtiriladi hamda masshtab yordamida ko'rsatiladi. Demak, masalan, zamonaviy maktabni qurish uchun avval uning maketi tayyorlanadi va shu asosda maktab plani chizib chiqiladi. Joy planidagi masofalarni chiziqli masshtab yordamida o'lchash mumkin. Ya'ni ikki nuqta orasidagi masofaga sirkulni to'g'ri joylashtirib, uni chiziqli masshtab ustiga qo'ysak, bu masofa qanchaga teng ekanligini osongina aniqlash mumkin. Endi aziz bolajonlar, siz bilan masshtab yordamida amaliy topshiriqlarni ko'rib chiqamiz. Demak, quyidagi masshtablardan qaysi biri eng yirik? Demak, sizga 3 ta masshtab berilgan. 1 bo'lingan 1000, 1 bo'lingan 100 ming va 1 bo'lingan 1 million. Yuqorida aytganimizdek, kasrdagi son qanchalik kichik bo'lsa, shunchalik yirikligini, qanchalik katta bo'lsa, bu masshtab shuncha maydaligini bilib oldik. Demak, bu savolning javobi 1 bo'lingan 1000. Ikkinchi topshiriqqa o'tamiz. Quyidagilardan qaysi biri sonli masshtab? 1 santimetrda 5 kilometr, 1 bo'lingan 500 ming va teng bo'laklarga bo'lingan mana bu chizmani ko'rib turibsiz. Xo'sh, bulardan qaysi biri sonli masshtab? Albatta, 1 bo'lingan 500 ming. Chunki yuqorida o'rganganimizdek, sonli masshtabda har ikkala raqam santimetrlarda beriladi. Bu nomli, bu esa chiziqli masshtab. Uchinchi topshiriqqa diqqatingizni qarating. Sonli masshtablarni nomli masshtabga aylantiring. Xo'sh, bolajonlar, sonli masshtabni nomli masshtabga aylantirish uchun qanday ketma-ketlikni bajaramiz? Albatta, bu raqamlarni santimetrni metr yoki kilometrga aylantirish kerak. Demak, 20 ming santimetr bu 200 metr. Demak, 1 santimetrda 200 metr bu nomli masshtab. Bu 7 million 500 ming va 50 million raqamlari esa bu santimetrni kilometrga aylantirish oson. Buning uchun 5 ta nolni o'chirishni yuqorida o'rgandingiz. Demak, 1 santimetrda 75 kilometr va 1 santimetrda 500 kilometr bu nomli masshtab. Ana endi nomli masshtabni sonli masshtabga aylantirishni ko'rib chiqamiz. 1 santimetrda 500 metr, 1 santimetrda 22 kilometr va 1 santimetrda 1000 kilometr nomli masshtabni sonli masshtabga aylantirish uchun albatta metrni santimetrga va kilometrlarni santimetrga aylantiramiz. Demak, 1 bo'lingan 50 ming, 1 bo'lingan 2 million 200 ming va 1 bo'lingan 100 million quyidagi nomli masshtablarning sonli masshtabdagi ifodasi. Endi masalalar yechib ko'ramiz. Ikki shahar orasidagi masofa berilgan 450 kilometr. Xarita masshtabi 1 bo'lingan 5 million. Xaritadagi ikki shahar orasidagi masofani aniqlash kerak. Demak, joydagi masofani yozib oldik hamda xarita masshtabini, sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz. Ya'ni 1 santimetrda 5 ta nolni o'chirsak 50 kilometr hosil bo'ldi. Xaritadagi masofani aniqlash uchun proporsiya tuzamiz. 1 santimetrda 50 kilometr noma'lum 450 kilometr. Noma'lumni aniqlash uchun 1 santimetrni 450 kilometrga ko'paytiramiz va 50 kilometrga bo'lamiz. Natija 9 santimetr hosil bo'ldi. Demak, ikki shahar orasidagi
masofa xaritada 9 santimetrga teng. Shu masalani boshqacha ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Bizga ikki shahar orasidagi xaritadagi masofa berilgan hamda xarita masshtabi berilgan. Biz endi ikki shahar orasidagi yer yuzasidagi haqiqiy masofani topishimiz kerak. Yana yuqoridagi tartibda yozib olamiz. Xaritadagi masofa berilgan 9 cm va masshtab berilgan. Sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz va proporsiya tuzamiz. 1 santimetrda 50 kilometr, 9 santimetr noma'lum. Bunday masalalarni yechganda birliklarni to'g'ri tushishiga ahamiyat bering. Demak, noma'lumni topish uchun 9 santimetrni 50 kilometrga ko'paytiramiz va 1 santimetrga bo'lamiz. Natija 450 kilometrni hosil qildi. Demak, ikki shahar orasidagi haqiqiy masofa 450 kilometrga teng. Bunday masalani 3-tur ham bor. Bu masalalarda ikki shahar orasidagi haqiqiy masofa hamda xaritadagi shu masofa berilgan. Endi biz xarita masshtabini aniqlashimiz kerak. Demak, haqiqiy masofa 450 kilometr, xaritadagi masofa 9 santimetr. Masshtabni topish uchun yana proporsiya tuzamiz. 9 santimetrda 450 kilometr va 1 santimetrda noma'lum. Noma'lumni aniqlash uchun 1 santimetrni 450 kilometrga ko'paytirib 9 santimetrga bo'lamiz. Natija 50 kilometr hosil bo'ldi. Demak, 1 santimetr masofada 50 kilometr joy bor degani. Buni sonli masshtabga aylantirsak, kilometrni santimetrga aylantirish uchun yoniga 5 ta 0 qo'yamiz. Demak, 1 bo'lingan 5 million. Xarita masshtabi 1 santimetrda 50 kilometr yoki 1 bo'lingan 5 million hosil bo'ldi. Mana aziz bolajonlar, yuqorida siz masshtab, uning turlari bilan tanishdingiz. Demak, joydagi masofaning xaritada, planda, globusda necha marta kichraytirilganligini ko'rsatuvchi kasr son bu masshtab deb nomlanadi va masshtab sonli, nomli hamda chiziqli masshtablarga bo'linadi. Har doim agar masshtab quyidagi ko'rinishda bo'lsa, bu sonli masshtab ekanligi. Agar so'z bilan 1 santimetrda 100 metr, 500 kilometr deb yozilsa, nomli masshtab ekanligi va teng bo'laklarga bo'lingan to'g'ri chiziq shaklida berilsa, chiziqli masshtab ekanligini bilib oling. O'ylaymanki, mavzuni diqqat bilan eshitib, yaxshi tushunib oldingiz va mavzuni qanday tushunganingizni mavzu oxiridagi topshiriqlarni bajarish orqali tekshirib olishingiz mumkin. Mustaqil bajarish uchun topshiriqni belgilab oling. Demak, darslikning 30-31 sahifalaridagi masshtab mavzusini qunt bilan o'qib chiqing va 32 sahifadagi savollarga javob yozing va o'zingiz ham uyingizdan maktabgacha bo'lgan masofani kichraytirib qog'ozda tasvirlashga harakat qiling. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.